Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, yana bir darvozamizni mana ustanovka qilib bo'ldik, xudo xolasa. Mana darvozamizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom usta sizlarning xizmatlaringda. Bu darvozamizni Andijon viloyati Paxtaobod tumani Ozod mahallasiga o'rnashtirdik. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Endi bu darvozamizni qisqacha ma'lumot qilib tushuntirib beramiz. Bir qator razmerlarga keladigan bo'lsak, razmer eniga 3.30 bo'ldi, bo'yiga 3.55 bo'ldi, hurmatli obunachilar. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Ikki arkali darvoza, tepasini setka qilib ber deyshdi, tepasini setka qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar fasonlarini, dizayni juda ham chiroyli chiqdi. Yonlari 8x8 stoykasi, profillarimiz 6x4, 1.5 stekida, listlarimiz 1.2 lik sharmanka list bo'ldi, hurmatli obunachilar. Darvozamiz dizaynini ko'rib turibsizlar. Chetlariga gullar qo'yib berdik. Mana holati, ochilib yopishlari hamma yo'q o'rinda bo'ldi. Zamoklarni ham ko'rsatib qo'yaman. Zamoklarimiz ham yaxshi zamokdan qo'yildi. Daran-duron qilmaydi darvozamiz. Mana orqa holatlari. Orqasini sentr zamokni tashqaridan qilib berdik. Sentr zamokni tashqaridan nimagaki bu haliga buzilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Tepa past bitta buraganda tepa ham past ham yopilaveradi. Tashqarida bo'lgan sababi udobniy tarafi yog'lab boshqa qilib tursa bo'laveradi. Shuni hisobiga tashqaridan qilib berdik. Tepasi ochiq bo'ldi. 50 sm joyi отдельный ochilmaydi. Darvozani o'zi 2.90 ochiladi. O tepa pastini hisobiga 2.90 ochiladi. Uni tagi konteyner suyler bo'ldi. Listlarimiz 1.2 lik mana. Xolasa zo'r chiqdi bu darvozamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Uni bu darvozamiz kvadrat metrini 700 ming so'mdan qilib berdik. O'sha summasi 8,5 million so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. Olib kelib o'rnatib berishimiz bilan. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Fikrlaring bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga qoldiravering. Qo'llab-quvvatlab kommentariyaga fikrlaringni qoldiravering.